Savolimni kanalni yaxshi jihatini aytaymi? Oshda intervyu olar ekanlar. Haligi odamlar shunasiga kirib intervyu deydi. O'zlariga gap olmagan. Endi shundayda, mana san'atkor xalqni qalbidan joy olgan bo'lsa, u har qayerda, ko'chada, yo'lda, to'yda, bayramda bemalol intervyu olishga Okamda juda ham zo'r qo'yilibdilar, zo'r moment juda ham ajoyib. Mana agar okam boshqa bo'lsalar gapi juda argument. Murod aka haqida yaxshilab gapirdim. Hozirgi kunda o'zbek san'atkorlarining sardori, komanda kapitani. Mana shunday cho'qqilarga olib chiqqan inson. Biz baxtimiz mana shunday inson bilan suhbat qilayotgan. Va satira, hazbiya, qiziqchilik sohasida siz olib borayotgan yo'lingiz mana boshqalarga ibrat bo'lsin deymiz, ibrat bo'lsin deymiz. Unvonlar olish sizga ham nasib bo'lsin. Hozirgi kunda juda ham mahkam ketyapsiz. Olim Sobir kanaliga olim aka bo'lib yuring, olimlarni olim bo'lib yuring, sog' bo'ling. Nasib bo'lsa keyingi oshda yana uchrashamiz. Keyingi safar Rahmonga uchrashaydi. Mayli. Katta rahmat, salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Ilohim Allohim hamisha panohimda asrasin. Yaxshi asarlar bilan, yaxshi ko'rinishlar bilan, obrazlar bilan, parvozlar bilan xalqimizni xursand qilib yurish nasib qilaversin. Mustaqillikning 31 yillik muborak bo'lsin. Omon bo'ling, salomat bo'ling. Xursandman.